O'ylar jiyanlarim charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Akmal va Akmal yana o'yinga qaytdi. Kamdan kam video chiqaryapman, uzr, lekin o'yinga xudo xolasa bugun kirib yangilab bir qarasam, Tambog'da bog'liq qayerdaligini bilmayman. Kimdirlar 9 bo'lib ketibdi, yana kimdirlar o'zi bilan o'zi yuribdi. Yaxshi bolalar hammasi o'yinga endi kirmayotgan sababi ham bor. O'sha aytganimdek, shu videolarni ko'rsanglar o'zinglar, bundan oldingi qo'yilgan videolarni ko'rsanglar, hammasini tushunib, bilib olasizlar. Endi xudo xolasa yaxshi kачествоda, yaxshi kontent qilib, xudo xolasa harakat qilaman. Podpисчик qilsanglar albatta sizlar ham. Bo'lmasa podpисчик qilmaysanglar bo'lmaydi. Orужаем qolmagan. Aytgancha akkauntimni men 27 da chiqadi deb yurgan ekanman, lekin akkauntim hali chiqishiga yana 3 kun bor. Akkaunt chiqqandan keyin yaxshi kontentlarni qilaman degan umiddaman. Bu yerda mana insonlar, odamlar har xil. Endi qaranglar, u ovozga e'tibor bermaysizlar. Ovozda anavda nima deydi? Anavniki, короче, o'shaniki, mashinaniki. Chunki shu baliqxona problemasi hali ham shu baliqxona zaifali menga eng yoqmaydigan narsa. Shu baliqxona. Mashina haydab ko'ramiz, birinchi marta jigarlar shu. Birinchi sekinladi mashina. Mana kimniki? Saf turinglar deyapti. Qayerda saf? Bittasi pul talab qilyapti ishga kirish uchun, ishga kirgizib qo'yish uchun pul talab qilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Akkauntinglar bo'lmasa, muomala ham o'zgaradi. Men hozir qayerdasizlar deb yozyapman. O'sha aytmayapti qayerdaligini, o'sha kibrda yo'q qo'ygan, nimadirlar bo'lib ketgan, yo'q. Og'zini urqilamiz. Shunday o'tiramiz. Mana shu mashinalar o'z jonga tegdi. Bugun klientim past, o'sha klient past bo'lganiga bir video qilay dedim. Klient past bo'lganiga. Men qayerdasizlar dedim, eshak. Nimadir deb tashyapti, o'riq deb tashyapti. Qanaqa o'riq, nima haqida, nima bo'lyapti? O'sha xabaringiz kim o'zi qayerdan keldi 9 ga? Men nimaga mashinada suvga tushib ketishim kerak? O'shalarni kommentariyada yozib ketinglar. Nima qilamiz endi? Chiqarmikan mashincha? Chiqmaydi bo'ldi. O'lsam qaysi biriga borar ekanman? Ovozingizga tushib ketdim. Adminlar ham kitobda o'qiydi. Assalomu alaykum. Evakuator ustidan bosing. Admin, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, men suvga tushib ketdim deyapman. Evakuator ustidan bossam, men qanday chiqaman? Talba yo'q. Asabtumzon jalab. Tak. Nimaga bu kelmaydi? O'riq 18 o'riq qarang. Nima? O'riq qarang 18 jalabmi bu? Nima degani 18 o'riq qarang 18 stroy degani? Kim bilan 9 berib qo'ygan? Endi nima qilamiz? Endi pishkomman. Tataga. Assalomu alaykum, yordamga boryapman.
Kelyapti ekan yordamga. Ay, yiqildimi? Ketma, itdan ketmadi. Qani kelyaptimi admin yordamga, mani anomga. Kelsa yaxshi bo'lardi, chunki ana mashinani chiqarib olish kerak-ku. Keys yaxshi, hali ham ketmabdi. Arzimas shahardan kvartira sotiladi, narxi 4 million. Yaxshi, kvartira 4 millionga ketdimi? Qanday bo'ldi? 4 millionga ketadi kvartiralar. Ketdik, suvdan ketamiz, onasini deymiz. Kelyapti. Ketdi it. O'tib ketdi ablah. To'lqinni qara, yaxshi. Free Fire'dan yaxshi o'yin. Mana brat olib ketarmikan? Olib ketsa yaxshi bo'lardi-da. Yo'lga chiqaylik, bu yerda nima turibmiz? Odam olib ketyapti, o'tib ketyapti. Men yo'lga chiqqan vaqtda odam bo'lmaydi. Men bu yoqqa suvga tushgan vaqtda odam o'tadi, ketadi. Sizlar endi og'iz mashinalarning og'iz yozilgan bo'lsa, e'tibor bermaysizlar ularga. Shu короче qaytganim va birinchi video shu mana brat keldi. Oching brat, bunday qilmang. Qo'shing. Qayerda yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, shunda tushaveramiz. Tak. Qilamiz bratga. Sizni o'riq upakda. Sizni o'riq upakda dedim. Hakimanizga qaraysiz. Man aytdim bola. Man tagzor ku aytchi. Tavana mashina zo'rmi shunchalik? Vada. Senga tashab ketdi. Kim mashinasiligini bilmadimi? Lekin qo'yga bosdim. Endi Nikolas olib hadib olibdi lekin. Boya tez. Voy it. Qaytarib oldi-yu. Endi nima bo'ladi? Men Flores temada ekanman. Agar Shahzod videoni ko'rsangiz, bugun kechga kiraman soat 11 ga. O'zim semiyam turibdimi, turmabdimi? Bolalar ko'rdinglarmi? Mani semiyamga borib ko'ringlar. Jigarlar, agar shu video oxirigacha ko'rsanglar, mani semiyamga borib ko'ringlar. Semiya turgan bo'lsa, uy turgan bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa problema emas. Bapa.
Tak jigarlar, videoni o'chiraman. Video qiziqli bo'lmadi to'g'risi, faqat borib shu yoqqa borib kelib yurdi. Xudo xolasa men qaytdim o'shani aytmoqchiman. Endi o'yinni cho'tki qilamiz, chunki yangi telefon olganman. O'shanda kачествоsi cho'tki bo'ladi va qotmaydi degan umiddaman va ekran zapislarim ham yaxshi bo'ladi. Chunki oldingi telefonda ekran zapis qotgan vaqtimda ekran zapis o'zidan o'zi o'chib ketardi va video olinmasdi. Bittada olinmasdi video, shuncha olish yoqmasdi. Hozir ko'rishlar mumkin. Bu kim endi bu? Itdan bo'lganni bolasi. ID'sini ko'raylik. 51 ID ekan. Eski shikoyat yozamiz, chunki meni gapim bo'ldi. id 51 yo id onangni emsa id 51 sk tak ana ketdi bittasi endi o'sha tak jigarlar, xayrlashaylik, uni buni qo'yaylik jigarlar. Yangi telefon olingan, avvalgi telefonda o'sha aytganimdek o'zidan o'zi zapis o'chib ketib, asabdan buzib, shunaqa bo'layotgan edi. Shuning uchun ham uncha video qo'yardim, lekin faqatgina ekran zapis band qilib qo'ygan vaqt qo'yman, qilardim-da. Masalan, qaranglar. Bunday bo'lib qoladi. Masalan, ekran zapis yoqaman yo stroy vaqti yoki stroy video olaman desam, ekran zapis yoqaman, shu o'zidan o'zi o'chib ketardi. Endi yangi telefon oldim, xudo xolasa 3.200.000 ga tushdi menga. Nomini kim biladi o'sha 3.200.000 telefonni kommentariya yozib ketganga o'yin pulda bitta 1 million berib yuboraman men. 1 million berib yuboraman. Puli ko'p, puldan problema yo'q deganlar. Tak, o'shanday qilib zapis qilmasdi. Endi xudo xolasa yangi telefon bilan yangi comeback qilib, endi yangi bashara, yangi odamman endi xudo xolasa o'zim. Deganlar like bosib qo'yinglar. Agar uy yo'qolib qolsa, uy berasizlar degan umiddaman. Xayr, charchamanglar, sizlar bilan Akmal bo'ldi. Xudo xolasa comeback bo'ldi.